Leksiyen davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugün çislağı 2021 yıl 5. ayının 25. günü vatandaşım. Endiki yukarı leksiyanın devamı. Demek garip taraftan keladigan besimni azaytalaytı Rossiya muşu qurilishi bilan la degan. Shuning bilan Rossiya Germaniya qadamni birlashtirib 5-2 numurliq liniyani maqsad qilgan holda strategik bosishga atlan. Nemishki Germaniya boshlamchi bo'lib qoldi? Birinchi, coğrafiyalik o'rin jihati Germaniya aylanib o'tishdan o'ttirib belbag'ida turadi. Amerika tizginlab turgan Ukraina Polshani aylanib o'tib Baltiq dengizi, dengiz osti yo'li orqali o'tish xatarsiz edi. Va iqtisodni tejab qolalaydi. Ikkinchi, Germaniya Yevropada eng zo'r sanoat davlati va birinchi darajalik iqtisod davlati edi. Germaniyaning energiya sarfiyoti Yevropada har qanday davlatni besib tushadi. Energiyada mustaqil o'zini ta'minlash orzusi kuchli edi. Bu yillarda Rossiya bilan munosabatni yaxshilash uchun Germaniyaning sobiq vaziri Trodot Rossiyaga berib, Germaniyaning davlat egiligidagi shirkatiga mudir bo'lib ishlagan. Uchinchi, 5-2 numurliq qurilish tamomlangandan keyin Germaniya energiya o'tkazib berish ustunligidan foydalanib, Germaniya ta'sir kuchini oshirib, Yevropa ittifoqining ichki qismida Fransiyadan qilishmaydigan ta'sir kuchi yaratishni qo'llashadi. Aksaray bu tarafta bo'lsa, Yevropaning energiya manbai mustaqilligidan foydalanib, Amerikaning tizginlashidan qutulmoqchi bo'layotganligini bilib turadi. Shunga bu energiya qurilishi yo'li tamomlanadigan 2019-yili Germaniya bilan Rossiya qatnashib elib berayotgan qurilish turi shirkatiga embargo yurgizdi. Dikkat qildingiz vatandaş. Germaniya Rossiya o'rtasida zo'r qurilish va energiya qurilishi. Buning 2019-yili Amerika Qo'shma Shtatlari embargo yurgizdi. 5-2 numurli qurilish Yevropada har qaysi davlatlarning energiya bexatarligiga ta'sir ko'rsatdi. Dedi va buni sabab qilib ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlari. Prezident Joe Biden Aksarayga kirgandan keyin tashqi ishlar mas'ul davlat ishlar kotibi Antony Blinken Prezident Trump davridagi xizmatlarni yana davomlashtirdi. 5-2 numurli qurilish turi bu. 5 degandan ya inglizcesi yo'qken ya ruschasi. Men shuni xitoycha oldim, kechiringlar vatandoshlar. 5-2 numurli qurilish turi eg'izga elingan aman Yevropa energiya bexatarligiga ta'sir ko'rsatadiganligini tilga elib o'tadi. Diqqat qiladigan bir taraf shuki, Davlat mahkamasi Amerika Qo'shma Shtatlarining bayonotida faqat Amerikaning davlat manfaatini ko'zlab shunda qilganligini, ya'ni embargo yurgizganligini ta'kidladi. Bu xil ziddiyatlik so'zi borlarni kishilar tushunmasligi mumkin. Lekin xalqlar bir narsaga diqqat qiladigan bo'lsa, hamma ish yeshilib ketadi. Bu xalqlar nuqta nima? Prezident Joe Bidenning jungo siyosatidir. Leksiyalarimiz tamam bo'ldi vatandoshlar. Bugun endi iqtisodga bog'liq siyosat, siyosatga bog'liq iqtisod.